E'tibor bering, immunitet kuchli bo'lmasa, ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. London Trumpga Eronga zarba berish uchun Britaniya bazalaridan foydalanishga ruxsat bermadi. Times nashri o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Buyuk Britaniya hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpga Eronga ehtimoliy zarbalar uchun Britaniya harbiy bazalaridan foydalanishga ruxsat bermagan. Times ma'lumotiga ko'ra, Londonda bunday operatsiyada ishtirok etish xalqaro huquqni buzish sifatida baholanishidan xavotir uyg'otmoqda. Chunki xalqaro huquq normalariga ko'ra, zarbani amalga oshirgan davlat bilan hujumni qo'llab-quvvatlagan davlatlar o'rtasida farq yo'q. Times'ning yozishicha, Oq uy Eronga qarshi harbiy operatsiyani batafsil rejalarini ishlab chiqmoqda. Ularda Chagos arxipelagidagi Diego Garcia aviabazasi va Angliyaning Gloucestershire hududida joylashgan Farford bazasidan foydalanish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga amaldagi kelishuvlarga ko'ra ushbu obyektlardan faqat Britaniya hukumati bilan oldindan kelishilgan Amerika Qo'shma Shtatlari operatsiyalari uchungina foydalanish mumkin. Ammo London Tehronga qarshi operatsiyani bu ro'yxatdan o'chirgan ko'rinadi. U Trumpga o'z bazalaridan Eronga zarba berishda foydalanishni qat'iy taqiqladi. Endi Isroilni Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronga zarbasi ehtimoli sababli xavfsizlik xizmatlarini eng yuqori tayyorgarlik holatida saqlab turganiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Ynet agentligining xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronga ehtimoliy zarbasi sababli Isroil xavfsizlik xizmatlari eng yuqori mudofaa tayyorgarligi rejimiga o'tkazilgan. Isroil hukumatini baholashicha, agar Tehron Shvetsariyadagi muzokaralarda aytilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining talablarini bajarmasa, Washington kuch ishlatish ssenariysiga o'tishi mumkin. 17 fevral kuni Jenevada Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi muzokaralarning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti J.D. Vance uchrashuv yaxshi o'tganini ma'lum qildi. Eron diplomatlari esa bir qator asosiy tamoyillar bo'yicha keng kelishuvga erishilganini bildirishgan. Shu bilan birga Isroil ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, xususan Jerusalem Postga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari yopiq kanallar orqali Isroilni Eron bilan muloqoti amalda boshi berk ko'chaga kirib qolgani haqida ogohlantirgan. Axios agentligi sal avvalroq Oq uyda Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi harbiy operatsiyasi ehtimoli 90% deb baholanayotganini ma'lum qilgan edi. Xullas, Isroil Eronga Qo'shma Shtatlarning hujumiga har tomonlama tayyorgarlik ko'rmoqda. Trump bo'lsa tinchlik bilan hal qilinishi mumkin bo'lgan muammoga qurollarni aralashtirishga shoshilmayapti va Axiosga ko'ra bu ayni paytdagi eng oqilona yo'l sanaladi. Ya'ni masalaga harbiy to'qnashuvsiz diplomatiya yo'li orqali yechim topish urushdan ko'ra talofatsiz va xavfsiz hisoblanadi. Endi Germaniyani Yaqin Sharqdagi keskinlik sabab o'z qo'shinlarini Iroqdan olib ketayotganiga oid xabarga yuzlanamiz. Spiegel agentligining ma'lumotiga ko'ra, 18 fevral kuni bir guruh nemis harbiylari Iroqdan Iordaniyaga qayta ko'chirilgan. Spiegelga ko'ra, vaziyat juda keskinligicha qolayotgani sababli Iroq shimolidagi Erbil shahridan missiya uchun muhim hisoblanmagan qo'shimcha harbiy xizmatchilar ham evakuatsiya qilingan. Germaniya qurolli kuchlari Bundeswehr NATO missiyasi doirasida Iroqda mahalliy armiyani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Bag'dodda bir nechta maslahatchilardan tashqari Bundeswehr shaxsiy tarkibining asosiy qismi mamlakatning kurdlar yashaydigan shimoli Erbil shahrida joylashgan. Bundeswehr fevral oyi boshida Erbildagi ishtirokni qisqartirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga ehtimoliy zarbasi xavfi ortishi ortidan yana ko'proq qo'shinlarni olib chiqish haqida qaror qabul qilingan. Oldinroq Eron keskinlik kuchaygan paytlarda Iroq shimolidagi Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyalariga
bir necha bor hujum qilishga uringan. Hujumlar obyekt sifatida Bundeswehr ham ko'rilgan, chunki nemis harbiylari ham amerikaliklar kabi Erbil aeroporti yaqinida joylashgan. Qurolli kuchlar tomonidan tayyorlangan maxfiy vaziyat hisobotida Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari bilan bir xil bazalardan foydalanish Bundeswehr uchun bilvosita xavf tug'dirishi ta'kidlangan. Germaniya qurolli kuchlari Yaqin Sharqdagi vaziyatni ayni paytda diqqat bilan kuzatmoqda. Harbiy havo kuchlari Iordaniyaning sharqida kichik bazaga ega. U yerdan yonilg'i quyish samolyotlari mintaqadagi terrorchi guruhlarga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Bundeswehr shuningdek Qatardagi Amerika Qo'shma Shtatlarini Al-Udeyd bazasida ham bir qism harbiylarni joylashtirgan bo'lib, ular antiterror koalitsiya shtabi tarkibiga kiradi. Yaqindagi vaziyat hisobotiga ko'ra, yanvar oyi oxiridayoq Bundeswehr ushbu baza uchun xavf darajasini sezilarli deb oshirgan. Spiegelning xulosasiga ko'ra, agar Qo'shma Shtatlar Eronga zarba berishni boshlasa, Bundeswehr harbiylarini Yaqin Sharqdagi qismlari tahdid ostida qoladi. Negaki Tehron Yaqin Sharqda joylashgan g'arb mamlakatlarining barchasini harbiy bazalarini Amerika Qo'shma Shtatlariga javob sifatida yo'q qilishi mumkin. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.